Ayollarga go'zal bo'lib yurish oson emas ekan, vobshe qimmatga tushar ekan. Misol uchun, epilyatsiyaga boraman deydigan bo'lsa, eng arzoni 500 mingdan 1,5 milliongacha pul olinar ekan. U bir martada yo'q bo'lib ketmas ekan, tukam bir necha marta, bir necha 10 martagacha epilyatsiyaga, depilyatsiyaga borgandan keyin tuklar yo'q bo'lishi boshlar ekan. Shunaqa vaziyatda ayollarga epilyator apparatini olib qo'ysanglar, 1 2 3 4 xil nasatkasi bo'ladi. Mana bikini uchun, har xil tana, yuz uchun mana ko'rsatib qo'ygan o'zi. Kerakli joylarga o'zingizlar almashtirib ishlataverasizlar. Philips brendining Lumia 9000 modeli. İnternetda narx-navosini solishtirsanglar 7 million, 8 million, 9 million sotilyapti. Mana shunaqa akkuratniy dizaynda bo'ladi. O'zini mana bunaqa blok pitanalarigacha ham chiqadi. Akkumulyator orqali ishlaydi. Bu modellarni bozorlarda topsanglar, eng arzon topganinglar 150-200 dollargacha ham topasizlar. Bizning kanalga podpiska bosib qo'ygan bo'lsanglar, bu modelni faqatgina o'zlarini obunachilar uchun bor yo'g'i 66 dollar qilib beramiz.